بېيجىڭ بىلەن غەرب دۆلەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتنىڭ كۈنسېرى كەسكىنلىشىشىگە ئەگىشىپ، گېرمانىيە 20 يىلغا يېقىن vaqt ichida tunji qatim جەنۇبىي خىتاي دېڭىزىغا ئۇرۇش پاراخوتى ئەۋەتتى. Xalqaro jamoat fikriga zid holda بېيجىڭ جەنۇبىي دېڭىزنىڭ zo'r bir qismining o'z zimini ekanligini aytib, sun'iy orol va harbiy aslahalar qurishni davomlashtirmoqda. Xitoydagi o'yin kasbiy munozir markaziga aylandi. Şinxua tori qarmog'idagi bir gazet maqola e'lon qilib, elektronlik o'yinlarni ma'naviy opyon va elektronlik zaharlik deb atagandan keyin Xitoydagi o'yin kasbi bir kunda 60 milliard dollar ziyon tortgan. Xitoydagi eng chong o'yin shirkati Tangshun tanqid obyektiga aylangan bo'lib, mazkur shirkat bolalarning ba'zi o'yinlarga kirishini cheklaydiganligini e'lon qilgan. İsrailiya Baş Ministri Naftali Bennett Tehran hükümetiga tanqid selib, dövletining Eronga qarshi yolg'iz harakat qila oladiganligini aytdi. Bennett İsrailiya armiyasining Shimoliy qo'mondonlik shtabini ziyorat qilganda 29-iyul İsrailiya shirkatiga tava parakotni nishon qilgan hujum haqida to'xtaldi. Xitoy Şərqىy Türkistonni ziyorat qilish masalasining kechiktirilish sababini nomussizlik bilan Yavropa İttipaقı diplomatiga artib qo'ygan. Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq xalq hukumatining bayonotchisi Shu Guoxiang 30-iyul Beyjingda echilgan atalmış Şinjan masalasi to'g'risidagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Yavropa İttipaقı diplomatlarining Şərqىy Türkistan ziyoratining amalga oshmasligining sababini tilg'aylab, Yavropa İttipaqining ilhom to'xti bilan ko'rishishga o'xshash nomuvofiq talablarni o'tirg'a qo'yganligi sababli Şərqىy Türkistonni ziyorat qilish talabining ishga oshmaganligini bildirgan. Afg'oniston Davlat Mudofaa ministri Bismillah Muhammadning Kabulning Sherpur rayonidagi uyining oldida bomba qachilangan mashina bilan hujum qilish voqeasi yuz bergan. Afg'oniston soqchi doiralarining aytishicha, hujum qilguvchilardan biri kechlab Bismillah Muhammadning uyi oldida bomba qachilangan mashinani portlatgandan keyin boshqa hujumchilar boshqa uyga kirib ixtiyoriy o'q chiqarishga boshlagan. Birleşken Dövlətlər Təşkilatı irqçılıqqa qarşı turuş üçün məxsus bir organ qurish təklifini təsdiqladi. Birleşken Dövlətlər Təşkilatı Ümumi Məclisi yer şəridəki irqçılıqqa qarşı kurashni xalqaro jamiyatning muhim ishi deb tasvirladi. Gretsiya Olimpik Komiteti shu yer vaqti 3-avgust Gretsiya mos qadamlik suv uzish komandasining Tokio Olimpik tanarkat musobaqasidan chekinib chiqqanligini, chunki gretsiyalik 4 tanarkatchining Xitoy virusi bilan yo'qlanganligini e'lon qildi.